O'zini Kamazini sotib kelib, esingizda bo'lsa, birinchi oqimda necha pul ishladingiz? 14,5 million. 14,5 million. Hozir mana davom ettiryaptilar bizda o'qishni, chunki bizda o'qishlar 6 oy, 1 yil davom etadi. Uje mana oxirgi bir oyda hozir qancha pul ishladingiz? 39 million. 39 million sof foyda ishladingiz. Sof foyda. Zo'r. Zo'r. Nima ishladi? Nimani evaziga shuni ishladingiz? Shu o'zim harakat qildim. Shu ustozlarim ko'rsatgan bilimlarni qo'llab amalda bajardim. Bu o'qish davomida nimani evaziga nima oldingizki, o'sha sizga kuchli turtki berdi shu pul ishlashga? Oldin umuman bilimim bo'lmagan. Bunaqa Kamazdan boshqa narsani tushunmaganman, bilmaganman, to'g'risi. Keldim, hamma narsani o'rgandim, shu sotuv strategiyalarini o'rgandim, transformatsiyalardan o'tdik. Shu sotuvni oshirish jarayonlaridan o'tdik. Hozir mana 39 million daromad, sof foyda. Boshida qancha 14, keyin 20 qanchadir? 20, уже 39. 4 oy bo'ldi, 45 million qo'yganman, xudo xolisa erishaman 45 million. Ozgina qoldi. Ozgina qoldi. Zo'r. Bizani o'qishimizdagi mana necha o'sha narxiga arziydimi yo'qmi? Arziydi. Birinchi oy o'zida qoplab ketsa bo'ladi. 10 kunda daja, 10 kunda daja qoplasa bo'ladi kurs pulini. Zo'r. Ikkilanib o'ylanib yoki mana shunaqa Kamaz haydab taksi qilib bo'lib yurganligi nima deysiz? Kelish kerak, o'qish kerak. Hammasi mana men o'zim tanamdan noldan boshdan ko'rsatib